Bolaligida she'r yozmagan, ijodni qaysi bir turiga havas qilib, bir ijod qilmagan bolani o'zi bo'lmasa kerak. Bolaligim Jizzax shahridagi go'zal mahallalardan birida o'tgan va oilamizdagi muhit, maktabdagi ustozlarni bilimi, maktabimizdagi o'sha ijodiy muhit mani o'sha ijod qilishga, o'sha bolalikcha tasavvur bilan, bolalikcha bir uyg'oq yurak bilan ijod qilishga undagan desam adashmayman. 10 yoshimdan boshlab she'rlar mashq qila boshlaganman. Maktabni 3-sinfda o'qib yurgan paytim eslayman. Endi har bitta ijodkor o'sha bolaligidagi yozgan she'rlarni o'qisa, yuragidagi samimiy tuyg'ular bilan birgalikda o'zida ozgina uyalish hissi ham bo'ladida. Endi 10 yoshli qizaloq bilan bugungi kunda oila bekasi, farzandlarni onasi bugungi kunda o'sha jamiyatda qaysidir ma'noda, qaysi bir sohada o'zini o'rnini topishga harakat qilayotgan ayol sifatida o'sha paytdagi 10 yoshli qizaloqni qilgan mashqlarni orasida albatta katta farq bor. Bu o'sha o'zini vaqtni, o'sha paytdagi bir yurakdagi bir tuyg'ularni tasavvuri sifatida ayta olaman buni farqlanishini. Ya'ni har bitta hududda ijodkor qizlarni bugungi kunda ham o'sha bundan men sazovor bo'lgan paytda ham ijodkor qizlarni o'sha tumandagi ijodkor qizlarni Zulfiya xonim mukofotiga nomzodini qo'yishga, har doim nomzodini berishga, o'sha mukofot sohibalari safidan o'rin olishiga harakat qilishadi va o'sha paytda ham maktabni yuqori sinfida o'qib yurgan paytlarimda ham ustozlarim tomonidan, o'sha o'zimizni ustozlarim tomonidan albatta mana shu mukofotga tavsiya qilishgan. Eslayman, 2004-yil maktabni 9-sinfda o'qiyotgan paytda Zulfiya mukofotiga qizimizni nomzodini beramiz deyishganda, o'zim hali 16 yoshlik qizaloq bo'lsam, o'zim bu narsaga juda qarshi turganman. Chunki to'g'ri, ijod qilyapman, ijod namunalarim viloyatda, respublika nashrlarida e'lon qilingani bilan hali bu mukofotga tayyor emasman deb rad qilganman va 2 yil mobaynida, o'sha 2004-yildan 2006-yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ida tayyorlanib, mukofotga sazovor bo'lgan qizlarning ijod namunalari bilan tanishib, o'sha televideniya, radio orqali mukofot haqidagi har bitta dasturlarni kuzatib tayyorlanib borganman va 2006-yil Jizzax viloyatidan adabiyot yo'nalishi bo'yicha Zulfiya nomidagi davlat mukofot sovrindori bo'lganman. 8-mart bayrami arafasida yurtimizga bahor fasli kirib kelishi bilan Zulfiya xonim tavalludini nishonlaymiz va mana shu shukuh, mana shu quvonch, mana shu o'sha bahor ifori ila yo'g'rilgan bir lahzalarda hamma hududning har bitta hududda mana shu bahor ayyomi kirib kelishi, 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayramini o'zgacha bir shukuh bilan nishonlash jarayoni ketayotgan paytda viloyatdan, Jizzax viloyatidan nomzod qo'yilgan qizlar orasida meni munosib deb topishgani haqidagi xabar berishdi. Endi buni o'sha 18 yoshli qiz, 18 yoshli qiz maktabni bitirayotgan, hayotga bo'lgan qiziqishi, orzulariga bo'lgan, orzularni amalga oshishiga bo'lgan ishonchini bir yuragidagi tuyg'ulari bilan chambarchas bog'lab, orzu qilib, intilib yuradigan o'sha 18 yoshli qizning sof tuyg'ulari ila juda ham o'zgacha bir xursand bo'lganman va 2006-yil 8-mart bayrami tadbiri bo'layotgan kunda taqdirlashgan. Sahnada ism sharifim jaranglaganda juda ham hayajonlanganman va ism sharif o'qilganda albatta otasini ismi ham aytiladi. Jo'raqulovna deb aytilganda birinchi o'rinda ko'z oldimga o'sha dadamni quvonchlari, ota-onamni quvonchlari, sevinchlari ko'z oldimga kelgan. Sahnada ko'ksimga taqishayotganda bu paytdagi tuyg'uni so'z bilan ifodalab berib bo'lmaydi rosti. Ko'z oldimga kelgan va o'sha mukofotni va o'sha ko'ksimga taqishayotganda har xil fikr hayolimdan o'tgan.
endi sevinchimni, quvonchimni so'z bilan ifodalay olmayman deb aytyapman. Lekin o'sha xayolimdan o'tgan fikrlarni haligacha eslayman. Sahnada yurib borar ekanman, bunga munosib bo'lishim kerak. Shuncha ming shuncha sonli qizlar orasidan tanlangan bo'lishim kerak va ijodni hech qachon to'xtatmasligim kerak deb o'zimga va'da berganman. Endi oradan 20 yil o'tdi. 2006-yil bo'lsa, 2026-yil yurtimizga kirib kelgan bo'lsa, endi o'sha 18, yuqorida aytib o'tdim, 18 yoshli qiz bilan 38 yoshli ayolni fikrlari, tasavvurlari, orzu umidlari orasida albatta farq bor. 18 yoshda hayotga bo'lgan qarashingiz, tushunchangiz, fikringiz, munosabatingiz o'zgacha bir orzu umidlarga yo'rilgan, osmonga parvoz qiladigan tarzda bo'ladigan bo'lsa, oradan yillar o'tib borar ekan, hayotni o'zi insonni tarbiyalaydi va hayotga bo'lgan tushunchangiz albatta real bo'ladi va har bitta harakatingizni zamirida mana shu harakatni natijasi nimaga olib keladi degan bir tuyg'u insonda bo'lar ekan. 2006-yil mukofotga sazovor bo'lganimdan so'ng o'sha yili O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakulteti talabasi bo'ldim. 4 yil universitetda a'lo baholarga o'qib, bitirgan yilim magistratura bosqichiga kirdim. Magistratura bosqichida ham tahsil olib, shundan so'ng o'zbek ayoli uchun, umuman ayol zoti uchun oilali bo'lish, farzandli bo'lish hayotining eng go'zal bir lahzalaridan biri deb ayta olaman va hech qachon o'zimda har doim bir maqsad bo'lgan, oila bilan birgalikda ijodni, ilmni bir yo'ldan olib boraman degan. Albatta bu yo'lda qiyinchiliklar bo'ladi va o'zim ham mana shu qiyinchiliklarga basma-bas turib, ijodni to'xtatmaslikka, karyera deb oilani bir chetga surib qo'ymaslikka harakat qilyapman. Bugungi kunda 2 nafar farzandning onasiman. Yana bir narsa, faoliyatim haqida gapirsam, 2014-yildan 2018-yilgacha Toshkent davlat agrar universitetida Agrar fan xabarnomasi jurnali muharriri sifatida faoliyat yuritdim. 2018-yildan 2018-2019-yillar O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining Milliy tiklanish gazetasi muxbiri sifatida faoliyat yuritganman va 2019-yildan bugungi kunga qadar Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazida faoliyat yuritmoqdaman. Ayni kunda markazdagi Oyna.uz portalida faoliyat yuritaman va Oyna.uz portali haqida ozgina to'xtalib o'tsam, bugungi kunda o'zining ziyolilardan iborat auditoriyasiga, o'zining asosan ziyolilardan iborat auditoriyasiga ega bo'lgan Oyna.uz portali adabiyot, fan, ta'lim, madaniyat, tarix, jamiyatimizdagi bo'layotgan voqealarni bugungi kunda omma e'tiboriga havola qilayotgan portallardan biri hisoblanadi va unda olimlarimizni, bugungi kunda jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan tashabbuskor insonlarni maqolalari, ilmni qirralarini ko'rsatib berayotgan ijod namunalarini yoritib kelmoqdamiz va Oyna.uz portali tashkil etilgandan buyon yurtimizdagi o'sha ma'naviy ma'rifiy portal sifatida juda ko'plab e'tirof etildi. Har yili albatta gender tenglikni targ'ib etgan eng yaxshi bir ommaviy axborot vositasi sifatida yoki yilning eng yaxshi o'sha ommaviy axborot vositalari sifatida har doim oldingi o'rinda turib e'tirof etib kelinmoqda va mana shunday bir ziyolilarni birlashtirgan bir portalda ishlayotganimdan faxrlanaman va o'sha mukofotni olib, ish faoliyatini o'qib, universitetni tamomlab, ish faoliyatimni boshlagan bo'lsam, qayerda albatta ma'naviyat yo'nalishida faoliyat yuritganman va bugungi kunda Respublika ma'naviyat ma'rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisiman. Bir necha yillardan buyon
aynan mana shu ma'naviyat tarixi va nazariyasi ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun ilmiy tadqiqot ishini olib bormoqdaman. Ilm bilan ijodni birgalikda olib borishda ilmsiz adabiyot bo'lmasligini anglagan holda bugun mana shu ilmiy tadqiqot ishini ham olib boryapman va ilm yo'li menga yanada ko'proq izlanishga, ilm olishga va mana shu ilmni tatbiq etishga, ko'rsatib berishga bir yo'l ochib bormoqda. O'zimga yarasha bir uzun yo'lni ko'rsatib beryapti desam adashmayman. Bu yo'lda ko'p ustozlar orttirdim, tengdoshlarimni, do'stlarimni qilayotgan o'sha ilmiy izlanishlarini ko'rib ko'p narsa o'rgandim. Juda ko'p savol berishadi. Agar mukofotga sovrindor bo'lmaganingizda ham oliy ta'limda o'qirmidingiz yoki mana shunday ijodni, ilmni birgalikda olib borarmidingiz degan savol berishardi. Men javob beraman, albatta. Endi mukofot bu e'tirof etilish, kelajakda uni mas'uliyatini his qilgan holda harakat qilish uchun bir zamin, albatta. Bir nechta qizlar orasidan alohida e'tirof etilganlik ham albatta bu bizga juda katta quvonch, mas'uliyat bag'ishlagan. Men har doim har qanday davrada, har qanday suhbatda aytaman, buni taqib yurish o'zi maqtanish yoki buni taqib yurish o'zi bir g'ururlanish emas. Bu mana shu taqilgan mukofotni, mana shu taqilgan medalni ortida katta mas'uliyat yotadi-da. O'sha 20 yillikdan buyon mana shu mas'uliyat har doim yelkamda keladi, har doim. Va mana shu mas'uliyatni his qilgan holda har qadamimda, har bir qilayotgan harakatim samarasi bo'lishi kerak. Men qilayotgan ishlarim, harakatim besamar ketmasligi kerak. Va hammadan bir qadam oldinda yurishim kerak degan mas'uliyatni bo'ynimga, mas'uliyatni yelkamga qo'ygan va mana shu yelkamdagi o'zimga har doim yelkamda turgan mas'uliyat meni har doim turtib turadi. Uyg'onish kerak, hech qachon ortda qolmaslik kerak, oldinda yurish kerak va o'sha qaysidir yo'lda to'xtab qolmaslik kerak. Maqsad qilindimi, shu maqsad sari dadil harakat qilish kerak degan mas'uliyatni yuklaydi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi bugungi kunda yosh ijodkorlar bilan ishlash, ayniqsa adabiyot yo'nalishi bo'yicha Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindorlari bo'lgan qizlar bilan ishlash yo'lida bir qancha ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Zulfiya xonim qizlar uyushma qoshidagi Zulfiya xonim qizlari klubi a'zosiman va mana shu klub faoliyati davomida qizlar bilan har doim uchrashib, turli tadbirlarni tashkil etamiz, ijod namunalarimiz bilan bo'lishamiz. Shu bilan birgalikda yangi ijod namunalarimizni ko'rsatishda, ularga o'rgatishda, ulardan nimanidir o'rganishda mana shu Zulfiya xonim qizlari klubi bizga bir adabiy makon sifatida o'zini o'rnini ko'rsatyapti va o'sha O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tomonidan nashr qilingan Mushoira etadi davom to'plamida ham o'sha Zulfiya xonim, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta'sis etilgandan buyon bugungi kunga qadar mana shu mukofotga sazovor bo'lgan, adabiyot yo'nalishi bo'yicha sazovor bo'lgan qizlarimizni ijod namunalarida tashkil topgan Mushoira etadi davom to'plamida meni ham ijod namunalarim kiritilgan va buni bir chiroyli amaliy tashabbus sifatida kitobni mutolaa qilib juda ham xursand bo'ldim. O'zim tengi mukofotga sazovor bo'lgan qizlarni bugungi kundagi ijodi bilan tanishganimdan quvondim va o'sha buni ichidagi har bitta satrni, har bitta qizni ijod namunalari zamirida bir kelajakka bo'lgan ishonch, ularni ijodini yanada bir ko'rsatish yo'lidagi bir amaliy harakatlardan biri deb bildim.